Mana shu yotoqxonaga bitta e'tibor beringlar. O'zi kichkinaroq ko'rinishi mumkin, lekin buni orqasida katta garderobning xonasi bor. Juda ham zo'r mebel bilan mana shunaqa planirovka qilishibdi. O'zi bu kvartiramizda planirovkasi juda ham o'zgacha. Balkoniga vashli maza qildim. Balkonni ko'rasizlarmi? Polностью panorama oynalar. Shundoqqina do'r ko'rinib turadi. Ya'ni biz Yashnobod tumani Shirinobod mahallasiga kelganmiz. 60 metr kvadrat maydonga ega mana shu kvartiramiz tayyor podключ holatda sotiladi. Narxi $79,000. Kirib kelishimizni tushuntirib beradigan bo'lsam, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan chap qo'lda chiroyli mebellari bor. O'ng qo'lda bo'lsa, katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli komplekt qilib qo'yishgan. Dal yuradigan bo'lsak, bu yoqda umumiy sanuzul joylashgan bo'ladi. Lekin juda ham uyutni, akkuratniy chiqib turib remonti. O'rtada bo'lsa, hozirgi yotoqxonani ko'rdinglar, orqasida garderobi bilan birga. Bu yoqda bo'lsa kuxna joylashgan, studiya formatida va hozirgi balkonimiz. Ushbu ko'rib turgan kvartiramizda 7-etajda joylashgan edi. Narxini eslataman $79,000. Xohlasanglar 9-etajda ham bor. Xuddi shunaqa planirovka, korobka holatida. Uni narxi $59,000. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol savdolasha olsanglar bo'ladi. Mana shu yotoqxonaga bitta e'tibor beringlar. O'zi kichkinaroq ko'rinishi mumkin, lekin buni orqasida katta garderobning xonasi bor. Juda ham zo'r mebel bilan mana shunaqa planirovka qilishibdi. O'zi bu kvartiramizda planirovkasi juda ham o'zgacha. Balkoniga vashli maza qildim. Balkonni ko'rasizlarmi? Polностью panorama oynalar. Shundoqqina do'r ko'rinib turadi. Ya'ni biz Yashnobod tumani Shirinobod mahallasiga kelganmiz. 60 metr kvadrat maydonga ega mana shu kvartiramiz tayyor podключ holatda sotiladi. Narxi $79,000. Kirib kelishimizni tushuntirib beradigan bo'lsam, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan chap qo'lda chiroyli mebellari bor. O'ng qo'lda bo'lsa, katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli komplekt qilib qo'yishgan. Dal yuradigan bo'lsak, bu yoqda umumiy sanuzul joylashgan bo'ladi. Lekin juda ham uyutni, akkuratniy chiqib turib remonti. O'rtada bo'lsa, hozirgi yotoqxonani ko'rdinglar, orqasida garderobi bilan birga. Bu yoqda bo'lsa kuxna joylashgan, studiya formatida va hozirgi balkonimiz. Ushbu ko'rib turgan kvartiramizda 7-etajda joylashgan edi. Narxini eslataman $79,000. Xohlasanglar 9-etajda ham bor. Xuddi shunaqa planirovka, korobka holatida. Uni narxi $59,000. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol savdolasha olsanglar bo'ladi. Mana shu yotoqxonaga bitta e'tibor beringlar. O'zi kichkinaroq ko'rinishi mumkin, lekin buni orqasida katta garderobning xonasi bor. Juda ham zo'r mebel bilan mana shunaqa planirovka qilishibdi. O'zi bu kvartiramizda planirovkasi juda ham o'zgacha. Balkoniga vashli maza qildim. Balkonni ko'rasizlarmi? Polностью panorama oynalar. Shundoqqina do'r ko'rinib turadi. Ya'ni biz Yashnobod tumani Shirinobod mahallasiga